Hammaga xayrli kech, hurmatli do'stlar. Bizda juma ehsoniga podgotovka qizg'in pallada shakarlarni tortyapmiz 1 kilodan, chunki bizda qopda hammasi o'lchangan. Unlarimiz 2 kilodan bo'ladigan bo'lyapti. Tak. Mana bu go'shtlarimiz ham kamida 2 kilolik go'shtlar bo'lyapti. Hozircha 22 xil narsa tayyor qildik. Ertangi ehsonimiz 30 ta oilaga boradi. 30 ta oilalar narsasini taxlayapmiz. Olingan narsalar mana shu borlari hozircha shu, olinmaganlari mana bu yerda. Kim nimasiga hissa qo'shadi? Bizda hali 30 ta tavug'imiz yo'q. 14 ta go'shtimiz yo'q edi, hozir uni to'ldirdik. Bu уже yetib keldi. Go'shtimiz hal. Tak, mo'shi sredstvamiz yo'q, novotimiz yo'q. Kim nimaga hissa qo'shadi? Nimadan? Qayerda sizlar yashaysizlar? Qaysi uyda? Shu yerdan, mahalladan. Mana ketashga domdan. Bolalaringiz ko'pmi? 3 ta. Bolam bor, voyaga yetmagan. Anaqa yo'qmi? Yoki yo'qmi? Yo'q. Ular bilan ajrashib ketganmiz, ancha bo'lgan, qattiq ichadilar. Bizda faqat produktda boshqa narsa yo'q bizda. O'shanga anaqa qilgandim. Yo'q, produktda bo'lsa bor, boshqa narsa bera olmaymiz, chunki yo'q işte. Biz faqat mana ertaga jumaga tayyorgarchilik ko'ryapmiz. Hozir ham narsa taxlayapmiz ichkarida. Xohlasangiz bolalarga aytaman, chiqib yashab komplekt. O'shanga ozgina produktdan bu uyingiz qayerda? Uyingizga olib kelib beramiz. Mana bu uy. Aha. Ikkinchi podez. Aha. Chap qo'ldagi. Assalomu alaykum. Keldik biza. Keling. Va'daga vafo qilib, olib kir. Olib kir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kir. Qani, bismillah. Muncha oyoq kiyim ko'p o'tdi. Nechta bola bor? Ha. Mana kaklas o'yinchoq. Mana o'yinchoq. Qani oling-chi. Mana. Bo'ling ana. Qalaysizlar? Yaxshi. Yaxshimisizlar? Alaykum assalom. Yaxshi turibsizlarmi? Keling. Shu yerga o'tiraman. Voy, men bu o'zimcha ochkin taqib oldim. Video oladigan ochki deb bilmayman ish qilib, ko'rsatmay ham chiqib oladi. Qani olmang. Amin. Niyatga niyat qilayotgansiz, niyatingizga yeting. Bolalarning orzu havasini ko'ring, ota-onangizga bosh bo'ling, doimo yonida yondosh bo'ling. Siz bizga bersangiz, Allohim sizga mingini bersin. Doimo Allohu akbar. Umrlaringiz ziyoda bo'lsin. Yaxshi turibsizlarmi? Tuzumsizlar? Barmi? Nima ekan ismi bu qizchani? Diyora. Diyora, shirin qiz ekan. Ha, yaxshi anaqa o'yinchoq olyapmiz-da.